Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafar Imronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, avvalambor qisqa fursatdan foydalanib siz qadrli obunachilarga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Qadrli do'stlar, bizning kanalimiz obunachilar soni 30 mingga yetdi. Buning uchun barchangizga o'z rahmatimni aytib o'tmoqchiman. Rahmat, meni qo'llab-quvvatlab, menga like bosib, doimo chiroyli izohlarni yozayotgan aka-uka, opa-singillarimizga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Eng qizig'i, bizning kanalimizni 60 dan 70 yoshgacha, balki undan ulug' yoshli bobojonlar ham kuzatishadi. Buning uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Umuman oladigan bo'lsak, sizlarga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, a'lo kayfiyat aslo tark etmasin deb qolaman. Qadrli do'stlar, Zafar Imronbek kanali barcha xabarlarni jam qilib bitta rolikka joylab boraman. Har doim bilasiz, ko'rasiz. Bugun ham ajoyib xabarlarni siz qadrli obunachilar e'tiboriga joylaymiz. Buning uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Qadrli do'stlar, asosiy mavzuyimiz Vodiyga qaratiladi, chunki Vodiyda Farg'ona, Namangan, Andijonda ajoyib o'zgarishlar ro'y bermoqda, deyarli ro'y bo'lmoqda. Bugun Vodiyda mehmon bo'lamiz. Ochiqroq qilib gapiradigan bo'lsak, albatta o'zim ham vodiyliman, ya'niki Vodiy haqida gaplashamiz. Qadrli do'stlar, eng avvalambor Vodiyning asosiy viloyatlaridan biri Gullar shahri Namanganning Navbahor klubiga e'tibor qaratamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqqan Timur Kapadze rasman Navbahor bosh murabbiy etib tasdiqlandi va Navbahor bilan shartnoma imzoladi. Ushbu murabbiy bilan Navbahor futbol muxlisini tabriklaymiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, Timur Kapadzega albatta O'zbekiston Super Ligasidan shu bilan birgalikda barcha ijtimoiy tarmoqlarga tarqab ketdi. Timur Kapadze Indoneziya milliy terma jamoasini ham boshqarar ekan degan xabarlar chiqqan edi. To'g'ri, Timur Kapadze Indoneziyaga bordi, mehmon bo'ldi. Hattoki uni oylik maoshi 450 ming AQSh dollarda oylik oladi degan gap so'zlar ham chiqib ketdi. Lekin yakunda Timur Kapadze O'zbekistonda qoldi. Ya'niki Vodiyning Namanganning Navbahor klubini endi yangi mavsumda boshqaradi. Bu borada Timur Kapadzega, Navbahorga omad tilab qolamiz. Navbahor uchun ham va Timur Kapadze uchun ham yaxshi tanlov deb o'ylayman. Va qadrli do'stlar, yana Vodiyning ikkinchi jamoasiga e'tibor qaratamiz. Bu Andijon jamoasi ham yaxshi o'zgarish qildi. Bir paytlar aynan hozir Namanganga murabbiylik qilgan Samvel Babayan endi boshqa bir Vodiy jamoasi Andijonni bosh murabbiyi bo'lib saylandi. Albatta andijonliklarni ham ushbu murabbiy bilan tabriklaymiz. Andijon ham shu vaqtgacha boshidan yaxshi kunlarni, xursandchilik kunlarini o'tkazdi, g'alaba, durang mag'lubiyatlarni o'tkazdi va ular eng muhimi xalqaro maydonda o'z yurishlarini davom ettirmoqda. Jamoa Osiyo Chempionlar Ligasi 1 musobaqasida 4 o'yin o'tkazgan bo'lsa, 4 tala o'yinni barchasida durang natija qayd etmoqda va o'z imkoniyatini saqlab qoldi. 24-dekabr sanasida ular Qatarda bahs olib borishadi. Albatta g'alaba suv va havodagi juda zarur va jamoani Samvel Babayan boshlab tushadi. Andijonda ham yangi murabbiy Samvel Babayan bilan tabriklaymiz. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Andijon Samvel Babayan bilan qanday natijalarga erishadi? Va qadrli do'stlar, yana bir Vodiy jamoasi Farg'onaning Neftchi klubi ham ajoyib natijani qayd etdi. Avvalambor yana bir marta Farg'onaning Neftchi klubini chempionlik bilan tabriklaymiz. Albatta Farg'ona kelasi yildan Osiyo Chempionlar Elit Ligasida O'zbekiston sharafini himoya qiladi. Jamoa chempionlikni qo'lga kiritdi va Neftchi 24 yil deganda O'zbekiston chempioni bo'ldi. Va eng muhimi, ular ham murabbiyga Vitaliy Livchenkoga iste'fo berdi. Ya'ni iste'fo bermadi-ku, o'z xohishi bilan Vitaliy Livchenko Neftchi klubini tark etdi. Barchasi uchun Vitaliy Livchenkoga Neftchi klubi matbuot xizmati minnatdorlik bildirdi va Vitaliy Livchenko bilan Neftchini chempion qilgan barcha murabbiylar shtabi ham Neftchidan ketdi.
Ha, qadrli do'stlar, albatta vodiy futbolida juda ham ajoyib o'zgarishlar davom etmoqda. Ko'z tegmasin, umid qilamiz albatta vodiyda 3 ta klub yana ham chempionlik uchun yaxshi bahslarni olib boradi. Xo'sh, endi savol Farg'onani Neftchi klubini qaysi murabbiy boshqaradi degan savollar albatta o'rtaga tashlanadi. Avvalroq albatta Indoneziya variantidan keyinroq vodiy jamoasini istalganida Timur Kapadze murabbiy bo'lishi mumkin degan xabarlar chiqqan edi, lekin bunga unchalik deyarli hech kim ishonmagan edi. Lekin yakunda Timur Kapadze Namanganni tanladi, chunki xabaringiz bor, Farg'ona chempion bo'ldi. Neftchi jamoasi xalqaro maydon yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Andijonni ham ishlari hozircha yomon emas, lekin Navbahorda bosh kattadan hammasini boshlash uchun Timur Kapadze meni fikrimcha aynan Namangan klubi Navbahorni tanladi. Nima bo'lgan taqdirda ham voqealar rivojini kuzatamiz. Namanganga yana o'sha ajoyib Osiyo futboli qaytadi degan umiddamiz. Xabaringiz bor, Navbahor Osiyo Chempionlar Ligasida bir paytlar adashmasam 2 yil oldin juda ham ajoyib sensatsiya natija qayd etgan Al Hilol bilan, Al Ittihod bilan, Osiyoning eng kuchli lider jamoalari bilan ajoyib o'yinlarni ko'rsatgan. Bu safar ham umid qilib qolamiz. Albatta Navbahor shunday natijani qayd etadi. Va qadrli do'stlar, albatta xabarlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, eng muhim xabar 5-dekabr sanasida juda ham oz fursatlar qolmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2026 dagi ilk raqiblarini bilib oladi. Albatta ushbu qur'a tashlash marosimi Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Washington shahrida bo'lib o'tadi. Xo'sh, O'zbekiston terma jamoasi 3-savatchidan joy oldi. Demak, istalgan faqat 3-savatchidan tashqari jamoalar O'zbekistonga raqib bo'lishi mumkin. Ya'ni 1-, 2- va 4-savatchani xohlagan jamoasi O'zbekiston milliy terma jamoasiga, Fabio Cannavaro shogirdlariga raqib bo'lishi mumkin. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston terma jamoasi qanday raqiblarga tushgani yaxshi, ma'qulroq va qaysi raqiblar bilan o'ynashni xohlagan bo'lardingiz? Albatta ko'pchilik o'zini shaxsiy fikrini bildirish huquqiga ega. Ko'pchilik, misol uchun aytaylik, izohlarni o'qiyapman, ko'ryapman, aytilyaptiki, Meksika, Argentina, Braziliyani tanlashmoqda, Germaniya, Portugaliyani tanlashmoqda. Yaxshi, albatta kuchlilar bilan jahon chempionatida o'ynash yaxshi, lekin menimcha guruhdan chiqib olish uchun u daraja kuchli raqiblar emas. Albatta hammasi ham kuchli bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Har holda baribir biz xohlaymizmi yo'qmi, jahon chempionatida kamida bitta yoki ikkita kuchli terma jamoa bo'ladi. To'g'ri, O'zbekiston ham anoyi jamoa emas, lekin O'zbekiston ilk marotaba ushbu jahon chempionati musobaqasida ishtirok etmoqda. Nima bo'lgan taqdirda ham albatta biz terma jamoamizdan yaxshiroq natija, eng muhimi guruhdan chiqishini istab qolamiz. Ko'ramiz raqiblar qanday bo'ladi. Fabio Cannavaro ham albatta raqiblarni kutmoqda. O'zbekiston terma jamoasi ham mayli o'sha Yevropaning eng nomdor jamoalari bo'ladimi yoki Amerikanimi, katta ehtimol bilan albatta mezbon mamlakat Meksika terma jamoasi ham albatta O'zbekiston bilan bir guruhga tushishi mumkin deyilmoqda, chunki 1-savatcha bilan 3-savatchadagi jamoa albatta bitta guruhdan joy olishi mumkin. Buni bilasiz. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham bu muhim emas. Eng asosiysi 5-dekabr sanasida biz O'zbekiston terma jamoasini ajoyib raqiblarni bilib olamiz. Umid qilamiz, har tomonlama O'zbekiston terma jamoasiga qulay, mos raqiblar tushadi. Qadrli do'stlar, demak xalqaro maydonda Nasaf o'z imkoniyatini 5 ta o'yinda umuman 0 ga tushirdi. Xabaringiz bor, birorta o'yinda g'alaba qozona olmadi. Andijon esa albatta durang natija qayd etib, imkoniyatini saqlab turibdi. Endi ular albatta safarda yana g'alaba uchun maydonga tushishlari talab etiladi. O'zbekiston Super Ligasida qadrli do'stlar, eng yaxshi to'purar bu Paxtakor futbolchisi Igor Sergeyev bo'ldi. Albatta Sergeyevni ham ushbu natija bilan tabriklaymiz. Qadrli do'stlar, O'zbekiston va Osiyo qit'asidagi xabarlar juda ham ko'p. Biz eng muhimlarini Kamina Zafar Imronbek kanali yetkazib beradi. Albatta bilasiz, ismim Muhammad. Biz yana boshqa kanallarda ham faoliyat olib boramiz. Shuning uchun bizni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz. Yana bir bor qadrli do'stlar, biz 30 ming bo'lganimiz uchun barchangizga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Nasib etsa 50 ming bo'lsak, nima uchun kanal nomi Zafar Imronbek deb nomlangani haqidagi barcha savollarga javob beramiz.
Eng muhimi O'zbekiston va Osiyo futbol xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Darvoqe bizning Instagram va albatta Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lsangiz, sizdan bag'oyat minnatdor bo'lamiz. Qanaqadir reklama xizmatlari bo'lsa, albatta bizni Instagramimizdan bog'lanishingiz mumkin. Faqat 11 stavka yoki umuman kazino degan o'yinlarni biz reklamasini olmaymiz, lekin qolgan istalgan reklamani o'zimizni kanalimizda va kerak bo'lsa boshqa kanallarimizda namoyish etib, sizni rivojlanishingizga va o'zimizni rivojlanishimizga yordam beramiz. Qadrli do'stlar, O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatida qanday raqiblar bilan tushishini xohlaysiz? Albatta izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Biz to 5-dekabrga qadar yana gaplashamiz degan umiddaman. Albatta bizni Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Vodiy klublari Navbahor, Namangan, Andijon, Farg'ona, Neft klublariga omad tilaymiz. Xo'sh, bizni qayerdan kuzatmoqdasiz? Albatta qadrli do'stlar, Yevropa, Osiyo, O'zbekiston, qaysi shahar, qishloq, tuman yozib qoldirsangiz biz o'zimizni auditoriyamizni bilishni juda ham xohlardik. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Biz yana gaplashamiz. Eng muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Zafarov Imronbek bilan qolishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling, biz yana gaplashamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.